Eri urganini, ovsini urganini ko'rgandim-u, lekin homilador ayolni qaynonasi urishini endi ko'rishim. Menda zapis bilan bilasizlar, lekin ayol shunaqangi titrab, qo'rqinchli holatda keldi, shu yerdagi hamma homilador o'tkazib yubordi. Ko'rsin shu Zulayho opam birinchi nima bo'pti ekan deb. Bola kichkina bo'lgani uchun endi onasi xavotir olgandi, bolamga nimadir bo'ldimi deb. Bola kichkina bo'lganligi uchun shikastlanmagan, lekin baribir bolani holatidan ko'ryapsizlar-a. Sho'rli bolam jangdan chiqqan. Ayol rosmana kaltaklangan ko'rinishidan. Uje sochlari ham to'zib yotibdi. To'g'ri urishdan shotga kelgan ayol. Men oyijonlar, sizlarga yuzlanmoqchiman. Bunaqa vaziyat sizlarning boshingizga tushganmi yoki tanishinglarning boshiga tushganmi? Nima qilish kerak bunaqa vaziyatda? Ular nima qilishgan? Ajrashganmisizlar? Qaynonasini militsiyaga berganmi? Undan ham oldin shu holatgacha olib kelib qo'yganiga men umuman qoyil qolmadim. Homilador ayol ming yomon bo'lsa ham urushga hech kimning haqqi yo'q. Hattoki qonun homilador ayolni bir pog'ona yuqoriga qo'yadi.